Mana qara, qarz so'rayverib charchab ketmadingmi? Men senga yo'q deb charchab ketdim. Qarz so'rab kelavermang, puling yo'q. Jonga tegdi o'zi. Ha o'g'lim, tinchlikmi? Kim kelibdi? Orqa mahalladagi o'rtog'im qarz so'rab kelibdi. Jonga tegdi. Mani pul zavodi bor deb o'ylaydimi? Oldin ham qarz berganmisan shu o'rtog'ingga? Ya bermaganman. Hozir o'z ishlari yaxshi emas bo'ldi. Hozir unga qarz bersam, keyin ketdan o'zi qidirib yurishim to'g'ri keladi. Men seni unaqa xasis, baxil qilib katta qilganimni bilmay qolma. Agar bilsang, qarz bergan odamning savobi ehson qilgan odamning savobidan katta. Chunki odam muhtojligidan so'rab keladi. Shu kunda birovdan qarz so'rash osonmi? Qarz so'ragan odamni bir yuzi qora bo'lsa, qarz bermagan odamni ikki yuzi qora bo'ladi. Imkoning bo'la turib, savobni qaytarib yoribsan. Essiz. Essiz. Alo. O'rtoq, uyda pul bor ekan. Hozir olib borib beraman. Voy, gaplarga xafa bo'lmagin.